Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari. Dunyoda eng shirin asaldan, shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribon onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Niyatda halol mehnat ila farzand ulg'aytirar ekan, umri mehnatlari evaziga farzandlardan ozgina e'tibor va mehr muhabbat kutadi xolos. Bugun mana shu farzandlaringiz qalblaridagi mehr muhabbatlarni qaysidir ma'noda izhor qila olgan bo'lsalar, albatta o'zlarining niyatlariga yetishdi. Bugun ulardan baxtliroq, ulardan xursandroq inson yo'q. Biz mana shu tadbirlarimiz davomida bir so'zni qayta-qayta takrorlab hecham charchamaymizda. Onadek zot bor bu dunyoda, tirik jon borki, ona dunyoga keltirgan. Dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan zot, yemasdan yedirgan, kiymasdan kiydirgan, xasta bo'lganimizda dardimizga darmon bo'lgan. O'zini dardini, o'zini xastaligini hech qachon hech kimga aytmagan zot onajonlarimizdir. Onajonlarimizni qanchalik xursand qilmagaylik, boshimizga ko'klarga ko'tarmagaylik, poyi jannatimiz munis va mo'tabar onajonlarimiz sha'ni uchun ozdir albatta. Shoir onalarni shunday ta'riflaydi: Quyosh nedir? Nurlarida olam yashar, shu quyoshga nur ulashgan xirmon ona. Mayli yillab urinsa-da jumla bashar, hech kim o'qib tugatolmas doston ona. Ko'ngil bog'i ichra kessa quvnar dillar, ta'rifiga so'zlar yozsa yetmas yillar. O'rnak olsa arziydi bahor gullar, doim gullab turadigan doston ona. Ba'zan dushman tanimas qalbim qilsa yaro, faqat onam kuydi bu keng olam aro. Betob bo'lsam holi xarob motam saro, davosi yo'q dardimga ham darmon ona. Beminnatim, ko'p himmatim, beg'uborim, roziligin olmoq uchun beray borim. Xizmatiga labbay deb tursen ham yorim, jannat hidi kelib turgan
Rayhon ona. Onajon, bizning niyatimiz, bizning tilagimiz mana shu farzandlaringizni umr bog'ida jannat hidli rayhoni bo'lib yurishlik sizga nasib etsin. Ilohim, tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Ko'rib turibmizki, rahmat, tashakkur bildiramiz. Ushbu oqshomda juda ko'p yaqinlaringiz xursandchilik kuningizga sherik bo'lib turibdilar. Nafaqat sherik bo'lish, qolaversa o'zlarining tabrik so'zlarini, tilaklarini yo'llashni niyat qilib kelgan yaqinlarga marhamat, badiiy sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz, marhamat. Aziz opajonim, bugun tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim bizlarni boshimizga farzandlaringizni boshiga sog' salomat qiling. Hech qachon qo'rqilmang hayotda, bularni kelajagida jo'nda to'ylarda yo'lda yonbosh bo'lib o'tiring kelinlar. Ilohim uzoq umr bersin, sog'ligingizni bersin. Mayli opajon. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Marhamat, yaqinlarini taklif qilamiz. Onajon, bizning tabrik so'zlarimiz, bizni tilaklarimiz sizni qay darajada ta'sirlantiradi biz bilmadik-ku, lekin farzandlaringizni tabrik so'zlari, tilaklari ta'sirlantirishi aniq. Marhamat, Dilnoza opamizni, Feruza opamizni, Nilufar opamizni taklif qilamiz. Marhamat, bu dunyoda tillo-yu zarning, sovg'a salomlarning qadri, qiymati, bahosi bor. Inson uchun aytilgan bir og'iz shirin so'z, mehr, muhabbatning bahosi yo'q. Ayol kishi albatta o'zi ona bo'lganda onasini qadriga yetadi, onasini tushunadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Onajonim, mehmonim tug'ilgan kunlari. Endigina 18 ga kirdilar mana onam. Bunaqa yoshlarni ko'p ko'rsizlar, doim sog' salomat bo'lib yursinlar boshimizga. Shunaqa onajonim, shunaqa barakali, chiroyli umr bersinki, faqat yaxshi kunlar ko'p bo'lsin hayotlarida. Boshlaridan ancha-muncha kunlar o'tdi. Xudoga behisob shukur, u kunlar qolib ketdi. Behisob shukur, ana shunaqa kunlarga yetkazganiga behisob shukur. Onajonim, ilohim yuzdan oshib, doim boshimizga kulib, hassonlari ham tashlab bizga borsinlar. Doim sog' salomat bo'lsin. Onajonga faqat sog'lik tilayman. Rahmat amalingizga. Bugun oyijonim tug'ilgan kunlari ekan, vaqtimizda doim sog' bo'lsinlar, 100 yoshlarga kirsinlar. Albatta, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Bugun bu jonim to'rakular ekan. Shu munosabatdan u kishiga uzoq umr, sihat, salomatlik, uydoshlar kelsinlar. Bizning baxtimizga doim sog' salomat bo'lib yursinlar. Hech qachon ko'zlaridan yosh arimasin. Bugungi to'rakular bilan chin qalbimdan tabriklayman. Onajon, bugun farzandlaringiz sizni xursand qilishga urinishlari tubida ham asosida aslida yoshlikda farzandlarga berilgan mehr muhabbat, farzandlarga berilgan to'g'ri tarbiya va albatta farzandlarga bag'ishlangan umr yotadi. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling. Ilohim, qizingiz qo'llarini yelkangizga qo'yib turar ekanlarki, shoirning shunday so'zlari yodga keladi-da, yoningda bo'lsalar ko'ngil to'larkan, sen uchun jon chekib ming bor kuyarkan. Osmonda farishta borligi bu rost, yerdagi farishta ona bo'lar ekan. Onajon, mana shu xonadonni fayzi farishtasi bo'lib yurishlik, farzandlar, nabiralar baxt va saodatini, iqbolini ko'rib yurishlik, farzandlar baxtidan, nabiralar baxtidan xursandchilikka, shodlikka to'lib yurishlik sizga nasib etsin. Ilohim, tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin.